هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 79. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresinin 79. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula alak bolgandan keyin ulağa aqsını qildi ve ey qavmim, sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkizdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qiluvchilarni yoqtirmadinglar dedi. Bu Salih alayhissalomning qavmiga qilgan taptanisidir. Samud qavmi Allah Taala'nın buyruqlariga qarshilik qilganligi, Allah Taala'ga cho'ngchilik qilganligi, haqni qabul qilmaganligi va to'g'ri yo'ldan ozg'unlikqa yuzlanganligi uchun Allah Taala ularni halok qildi. Salih alayhissalom yuqoridagi so'zni ular halok qilinib ketgandan keyin ularga taptani qilish yuzidan dedi. Gerçi ular o'lik bo'lsa-mu, Salih aleyhisselam'ın sözünü anlayalaydı. Bu haqda İmam Buxoriy ve Muslim mundaq deb rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam Bedir urushida kafirlar ustidan g'alaba qilib, Bedir'de 3 gün turdi. 3-cü günü kechda qaytish uchun yük taqılarını tengishga buyurdi. Peygamber aleyhisselam tövgisiga minib, kafirlarning o'liklari tashlangan ko'ni quduqning beshiga kelib, ey Ebu Cehil İbn Hisham, ey Utba İbn Rabi'a, ey Şeybe İbn Rabi'a, ey falani, sizlar Rabbinglar va'da qilgan narsaning haqliqini ko'rdinglarmi? Men Rabbim va'da qilgan narsaning haqliqini ko'rdim dedi. Ömer radıyallahu anhu, ey Allah'ın peygamberi, sen chirib tap bo'lib ketgan o'liklarga so'z qilyapsan deganda Peygamber aleyhisselam, jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar mening so'zimni ular anglaganchilikmi anglayolmaysizlar, lekin ular javob berolmaydi dedi. Shuningdek Salih aleyhisselam o'z qavmiga, ey qavmim, sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkizdim, sizlarga nasihat qildim. Ya'ni men shundoq qilsam-mu, sizlar nasihatimni anglamadinglar. Chunki sizlar haqiqatni yoqtirmaysizlar va nasihat qilg'uchiga ergashmaysizlar. Shunga Salih alayhisalom so'zining oxirida, lekin sizlar nasihat qilg'uchilarni yoqtirmadinglar dedi. Lutni ahli Sadomga payg'ambar qilib avatdi. Öz vaqtida u öz qavmiga ularni ayıplash yuzidan mundaq degan edi. Sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar? Shunda qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talvanglarni qandirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshqich qavmsizlar. Lut aleyhisselam ve onun kavminin kıssası doğrusida. Lutni ahli Sadomga peygamber kılıp evetdi. Lut aleyhisselam Azer'nin oğlu bulgan Harun'un oğlu, yani İbrahim aleyhisselam'ın qarindishining oğlu idi. Bu İbrahim aleyhisselam'a iman etip onun bilan billa Sham zamoniga hijrat qilgan edi.
alloh taolo Lut alayhissalomni Sadum va uning atrofidagi kishilarga payg'ambar qilib avatdi. U kishilarni alloh taoloning diniga chaqirdi, yaxshilikqa buyurdi. Odam bolasi azaldan qilib boqmagan, o'zlari paydo qilib olgan yomon, hayosiz ishlardan to'sdi. U hayosiz ishlar ayollarni qayirib qo'yib, erlarning orqasiga kelish edi. Bu ishni samutliq kishilar ularga alloh taoloning la'natlari bo'lsin. Paydo qilgan qadar yer yuzida hech qanday bir inson bunday ishni qilib boqmagan, ham bu ish biror odamning ko'ngliga kechib boqmagan edi. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzidan mundaq degan edi. Sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar? Bu oyatning ma'nosi haqida Amir ibn Dinar mundaq dedi. Lot alayhissalomning qavmiga kelgucha bir yana bir erga ayollarni tashlab qo'yib yiqilishib boqmagan edi. Shuna Lot alayhissalom ularga mundaq dedi. Mundaq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talvonlarni qondirsizlar. Ya'ni Rabbinglar sizlar uchun yaratgan ayollarni qayirib qo'yib, erlarning qishig'i boramsizlar. U sizlarning haddidan oshqanliqinglar va nodonliqinglardir. Ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan talvonlarni qondirishinglar yo'l qo'yilgan normallikdan chiqib ketganlikdir. Shuna Lot alayhissalom ularga mundaq dedi. Lot, bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab elinglar dedi. Ya'ni Lot alayhissalom ularni ayollar bilan nikohlanishiga da'vat qildi. Ular Lot alayhissalomga o'zlarining ayollarga ra'y yo'qligi bilan o'zri qilib, ular Lotga aytdi: Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni obdan bilasan. La ilaha illalloh. Lotning qavmining birdan bir javobi Lotni uning agash kishilari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lot alayhissalomning qavmining Lot alayhissalomga qaytargan javobi. Lot alayhissalom va uning iymon etgan kishilar bilan qo'shib o'z yurtidan chiqarib etishni planlash bo'ldi. Ular o'z yurtidan chiqarib etishni planlash bo'ldi. Alloh taolo Lut alayhissalomni sog' salomat yurtidan elib chiqib ketib, u buzuq qavmni o'z zaminlarida xor qilgan holatda halok qilib etdi. Chunki ular pok kishilardir. Qatada bu oyatning ma'nosi Lut alayhissalom va uning iymon etganlarni Lut alayhissalomning qavmi o'rinsiz aybladi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi. Ya'ni ular va ayollarning keng tarafiga kelishdan pok kishilardir. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan shundaq rivoyat qilindi. Lutni uning xotinidan boshqa tava kishilari bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'lguchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Lotni uning xotinidan boshqa tava kishilar bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Ya'ni biz Lotni va uning bola chaqalarini qutqizdik.
Lut alayhissalomga bola chaqalaridan boshqa uning qavmidan bir kishimi iymon etmagan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: halok bo'lmasin deb Lutning shahridagi mu'minlarni sirtga chiqarib etdik. Biz o şehirden musulmonlardan faqat bir oilani topdik. Qutuldirilganlarning ichida Lut alayhissalomning ayoli yo'q edi. Chunki u Lut alayhissalomga iymon keltirmagan edi. Balki u o'z qavmining dinida bo'lib, Lut alayhissalomga qarshi qavmga yon bosatdi va Lut alayhissalomning uyiga qandoq mehmonlarning kelganligini qavm bilan kelishib olgan ishorat belgilari bilan xabar berdi. Şuna Lut alayhissalom bola chaqallarini ilib menashqa buyurilganda ayoliga bu ishni bildirmasligiga va ayolini billa ilib mangmaslikka buyurildi. Tafsirshunos olimlarning ichida Lut alayhissalomning ayoli ularga agishib mangdi. Azab kelganda u keyniga burilib qarishi bilanla qavmiga kelgan azob uningga tan keldi deganlarmi bor. Lekin oyatning mazmuniga qaraganda u ayol shahardan chiqmagan Lut alayhissalommu ham o'zlarining chiqib ketadiganligini uningga tuydirmagan. Shuning bilan u qavm bilan qilib qolgan. Shuna Alloh taolo mundaq dedi: faqat xotinlar shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yağmur, ya'ni tosh yağdırdık. Alloh taolo bu oyatda yağdırgan yağmurning zoti qandoq yağmur ekanligini tövendeki oyatda bayon qildi. Bizning jazolash amrimiz tushganda ularning yurtlarini osti ustin qilib etdik, ya'ni ko'mtirib etdik. O yurtlarga biz üstelep sapal taşlarını yağdırdık. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belgisilingan idi. Günahkarlarning aqibetinin qandaq bo'ldiganligiga qaragan. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala çekligen işlerini qilishga petinganlarning ve Allah Teala'nın peygamberlerge işenmegenlerinin qandaq bo'ladiganligiga qaragan. İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar İbn Abbas radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar Lut aleyhisselamның qavmi qilgan ishni qilguvchilarni uchratsanglar, qilguvchi va qilinuvchini o'ltirib etinglar. La ilahe illallah. İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar İbn Abbas radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar Lut aleyhisselam qavmi qilgan ishni qilguvchilarni uchratsanglar, qilguvchi va qilinuvchini o'ltirib etinglar. Madiyan xalqiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Rabbinglardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib zaminni tuzigandan keyin zaminda gunohlar qilib buzuqchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir." Shuayb alayhissalom va Madiyanliklarning qissasi to'g'risida Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi: Madiyanliklar İbrahim aleyhissalomning o'g'li Madiyanliklar İbrahim aleyhissalomning o'g'li Madiyanning o'g'li Madayanning avlodidandir. Shuayb aleyhissalom Yashjarning o'g'li bo'lgan Mikining o'g'li edi. Siryaniya tilida Shuayb aleyhissalomning ismi Yasrun deb ataladi.
Medyan hem qabilening hem Hicazning yo'lidagi Ma'an degan yerga yaqin bir shaharning ismi edi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir." Bu bütün payg'ambarlarning ummatlariga qildigan chaqiriqdir. Bu bütün payg'ambarlarning ummatlariga qiladigan chaqiriqdir. Sizlarga Rabbinglardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib zaminni tuzigandan keyin zaminda gunohlar qilib buzuqchilik qilmanglar. Buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni men sizlarga elib kelgan dinning haqligiga Alloh taolo hujjat va pokitlarni turg'izdi. Ondan Shuayb alayhissalom kishilar bilan muomala qilganda o'lcham tarozining to'g'ri bo'lishiga, o'lcham tarozida xiyonat qilib boshqalarning mollarini yeb olmaslikka nasihat qildi. Alloh taolo o'lchamni kam berib boshqalarning mollarini yeb olgan kishilardan xabar berib mundaq deydi: O'lchamda va tarozida kam berguchilarga voy. Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda to'liq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tatib bergan chaqda kam beradi. Ular büyük bir kunda terildiganligiga ishonmamdi. Bu kunda insonlar olamlarning Robbining huzurida tik turadi. Bu qattiq bir tahdiddir. Biz Alloh taoladan bizni u azoblardan saqlashini tilaymiz. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sqan va u yo'lning agirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarlarimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Allah bizning oramizda hukm chiqarg'icha sabr qilib turinglar. Allah hukm chiqarg'ichilarning eng yaxshisidir. Shuayb alayhissalom qavmini boshqalarning narsasini ilib-ilishdan va ularni Shuayb alayhissalomga iymon etishdan to'sish maqsadida yo'llarida o'ltirishdan cheklab mundaq deydi: Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sqan va u yo'lning agirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Ya'ni sizlar kishilarni mollarini bermasa, o'ltirish bilan qo'rqitadigan holatda yo'lda o'ltirmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va boshqalar mundaq deydi: Sizlar shaharga kirgan tijoratchi va boshqalardan pul undirilish uchun yo'llarda o'ltirmanglar. Yo'llarda o'ltirib olmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas, Mujahid va boshqalar mundaq deydi: Sizlar Shuayb alayhissalomga agishish uchun kelgan mu'minlarni qo'rqitgan holda yo'llarda o'ltirib olmanglar. Lekin bu oyatga berilgan oldingi ma'no kuchliroqdir. Chunki Ibn Abbas radhiyallohu anhuning bergan ma'nosini Alloh taolaning u yo'lning agirligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar degan oyati ifodalaydi. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Ya'ni sizlar aslida oz bo'lganliginglar uchun ojiz edinglar. Endi soninglar ovib kuchli bo'ldinglar. Shunga sizlar Alloh taolaning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Buzuqchilik qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ya'ni ilgari o'tgan ummatlarga ularning Alloh taolo cheklagan ishlarni qilishiga yaqinlashganligi va
Allah Taala'nın peygamberlerini yalğanğa çıkarganlık üçün ulağı kelgen azapqa qarab beqinglar. Eğer sizlardan bir guruh adam mening peygamberlikimge işengen, yani bir guruh adam işenmegen bolsa, Allah bizning aramızda hüküm çıkargıcı sabır qılıp turunglar. Eğer hüküm çıkargıcılarning Allah hüküm çıkargıcılarning en yaxşısıdır. Yani Allah Taala yaxşı aqıbetni müminlerge, yaman aqıbetni kafirlarga hazır qıldı. Şuayb kavminin imandan baş tartkan tekebbür çoğunları Şuayb kavminin imandan baş tartkan tekebbür çoğunları ey Şuayb, seni çokum äge küçülerin yani sana iman etqanlar bilen koşup şehrimizden haydap çıkarımız yoki çokum bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi Şuayb. Biz bunun her ikisini yaman ko'radigan tursak, bizni yanıla şununla mecbur qılamsizlar dedi. Şuayb yana aytdi. Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin onunga qaytsak, elbette Allah'ı yalğanını çaplagan bolamiz. Rabbimiz Allah xolisa biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Yani hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Rabbimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Sen hüküm çıkargıçılarının en yaxşısıdır sen. Allah Teala bu ayette kafirlarının Allah Teala'nın peygamberi Şuayb aleyhisselam ve onun bilen birli bo'lgan mu'minlarni yurtdan chiqarib etishga yoki ularni o'zlarining diniga kirishga majburlash orqali tahdid silib ularga qarshi turganligidan xabar berdi. Şuayb yana aytdi. Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin onunga qaytsak, elbette Allah'a yalğanını çaplagan bolamiz. Yani biz sizlar bizni chaqirayotgan ishni yomon ko'rsakmi, yana shu ishni qilaveramsizlar? Agar biz sizlarning oranglarga qaytib, sizlar bilan birga sizlarning dininglarga kirsak, u chaqda biz Allah Taolaga shirik keltirish orqali Allah Taolaga çoğun bir böhtanını çaplagan bolamiz. Rabbimiz Allah xolisa biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Yani bu ishlarning oqibatini Allah Taolaning xohishiga topshirganlikdir. Çünkü Allah Teala hamma narsani bilguchidir ve hamma narsani o'z ilmi ichiga olguchidir. Allah'a tevekkül qildik. Yani hamma ishimizni Allah'a topshiramiz. Yani biz qilmagan ishlarimizning hammasida Allah Teala'ga tevekkül qilamiz. Rabbimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargin. Yani biz bilan qavmimiz oraliqida hukm chiqargin ve ularga qarshi bizga yordam bergin. Sen hukm chiqarguvchilarning eng yaxshisidirsan. Chunki sen hargizmi zulm qilmaydigan adil zotdirsan. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sure El-A'raf tefsiridan 89. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.